Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bizlar bugun Nazarbek sanatoriyasini kirish joyida turibmiz. Nazarbek sanatoriyasiga anchadan beri kelib davolanamiz bizlar. Hozir vaqtda pensiyaga chiqqanmiz. Birodarim Toyirjon. Har kelganda o'zgarishlar bu sanatoriyani ko'ramiz, bir xursand bo'lib dam olib ketamiz. Nimalarga kirsangiz, basseynlar, vannalar ahvollari juda yaxshi, avvalgidan ancha yaxshi. Hamisha kelib xursand bo'lib, xushchaqchaq. Kechqurunlari san'atkorlar keladi, konsertlar, nimalar qo'yib beradi bizlarga. Shu bizlar ana shu temir yo'lga xizmat qilgan ekanmiz. Bizlarni mana shu sanatoriyamizga profsoyuz orqali jo'natadi. Shularga katta rahmat. Mana bu yerda qarayotgan bizlarda hamshiralar, vrachlar hammasi juda yaxshi e'tibor qiladi. Oshxonalarga borsak, taomlari juda shirin. Xuddi uydagi ovqatlardan yeb, mazza qilib, xursandchilikda yuramiz.